12 kilo botgan bo'lsa, men qancha berishim kerak sizlarga? Buchiga ketyapman, qayerga keldingiz? Erimmi? Hozir tushuniraman. Xullas hammasi shu aspiratordan boshlandi. Esingizmi, o'g'limizga shu aspirator 900 ming so'mga bergan edingiz. Lekin men Xitoydagi Pinduoduo saytiga kirib qarasam, bu atigi 34 yuan turar ekan. Agarda uni o'zbek so'miga chaqadigan bo'lsa, atigi 60 ming so'm bo'ladi. Bu atigi 200 gramm, ustiga 25 ming so'm qo'shiladi. Umumiy hisobda 60 ga 25 85. Shunaqa qilib bizga bu aspirator atigi 85 mingga tushdi. Ko'rdingizmi, bizlarni qanchaga uxlatib ketishgan. Shu krossovkani qanchada bo'ylaysiz? 850 ming. Yo'q, bu Pinduoduo saytida 29 yuan. Agarda uni o'zbek so'miga chaqadigan bo'lsak, atigi 52 ming so'm bo'ladi. Bu bilan O'zbekistonga olib keladigan bo'lsak, kargosiga 8.55 sent to'laysiz. Bu o'zbek so'mida 115 ming bo'ladi degan. Ikkilasini qo'shsak, xullas bu krossovka narxi atigi 167 ming bo'ladi. Tushundingizmi? Zo'r. Bundan tashqari uyga bemalol har xil texnikalar ham zakaz qilsangiz bo'ladi. Televizor, konditsioner, yana katta o'yin avtomat mashinalar bo'ladi. Xitoyda bunaqa narsalar tiqilib yotibdi. Lekin ular to'g'rida keladi. 18 kundan 22 kungacha. Kargoning yana bir yaxshi taraflaridan bittasi shuki, agar biz saytlardan brendli tovarlar zakaz qilasiz yoki lyuks ko'pi yoki seriyali tovar yoki uyga kerakli bo'lgan любой tovarlar zakaz qilishingizdan qat'iy nazar, umuman narxlar o'zgarmaydi. Bundan tashqari zakaz qilgan tovarlaringiz 2 kundan 7 kungacha tez yetib keladi. Zo'rmi? Masalan, shuncha bergan kalma bolani nima qilding? Men u pullarga anaqa Xitoydan zakazlar qildim. Keyin o'rtoqlarimga sotdim. Xullas, undan tushgan pullarga yig'ib, men o'zimni biznesimni ochib, bizneslaydi bo'lmoqchi edim. Xohlasangiz, keling hamkor bo'lamiz.